ko'mir bugun G'azalkentda. Men отборный Shibarko'l ko'mirlarimizni olib kelganmiz. Xudo xolisa mana 500 kilo zakaz qilishgan. Xonadonligigacha yetkazib berdik. Bu yoqdan turamiz xudo xolisa. Shibarko'l mana отборный bo'ladi azizlar. Mana 10 minutda suvni qaynatyapti xudo xolisa kachog'dan suvni 10 minutda. Keyin kerak bo'lsa xudo xolisa yetkazib beramiz. Cheklamagan miqdorda bor. 10 tonna, 100 tonna, 1000 tonna farqi yo'q.